Xo'p, Nexia'larning ichida bitta Lacetti 1.8 yili necha ekan buni aka? Yine aka bilmaydi, biz ham ko'ryapmiz. Ko'ryapsizlarmi? 2010 yili. Hoji aka, mana xaridorlarni olib keldim, o'zinglar yo'qsizlar. 1.8 mexanikasi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Metanmi, propanmi, amak? Metan benzin, a? Ikkinchi paysi motor korobka hamma yo'q joyida ekan. Yurgani bormi? 400 ming. Hali birov urushib qolganda biroq kalta yeganmikan, yemaganmikan? Endi jimcha bordilar ekan. Men 60 bor. Necha pul aytyapsiz aka? 3800 o'tib beraman. 3800 kami ham bor. Bermagangiz bo'ldimi? 3,5 berishdi. 3,5 ga bermadiz. Yeni chiqadi, faqat naqd pulga. Bank kartı bera olaman. Variantchi. Yo'q, variant. Necha pul bilan chiqadi bankka bular? 1000 bilan chiqadi. 1000 bilan chiqadi. Nomer bering aka. 97 li. Ha. 582 0102. Gap yo'q, savdoingiz bersin aka. Xo'p, vatandoshlar, yana bir bor assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan Lacetti'larga yetib keldim. 1.8, 1.6 avtomat mexanika qilib, chotka qilib olib berishga harakat qilaman. Bu yerda yana bitta turibdi. Bilmayman, holatiga bir qator o'zinglar baho berib ko'rasizlar. Egasi bormi, yo'qmi bilmayman. Bu Lacetti'da egasi bormi? Eshik qulib, menimcha ketgan yo bir bozor gap chiqib qo'ygan. Qiziqdim, agar iloji bo'lsa, video davomida kelib qolsa, ko'rsatib berishga harakat qilaman, ammo holati yaxshi ekan. Hop, Lacetti, bu yog'i Nexia'lar juda ham ko'p. Mana yana bitta turibdi, betni bez qilib turib, shuni kelib so'raveramiz akalar. 1.8. To'g'ri, chaka diski yumshoq balon, lyuklari bilan, shumkalari bilan. Ichki holatlari hamma yo'q joy-joyida. Sizdan aka bu? Sizlardan emasmi, egasi bormi, yo'qmi buni? Ha? Ha, yilini bilish kerak edi, yo'q ekan deb bitkalarida yili. 11 dedimi? 1.8 11 mexanikasidan ekan, egasi yo'q buni ham. Lasettichilar nima qilyapsizlar? Avtomat mexanika. Ikkinchi paysi 1.8. Yili 2012 da ishlab chiqarilgan. Ishlayapti hamma yo'q. Habis, konditsioner. Biz konsertlar ishlaydi. Yurgani kraskasi. 393 mi yurgan 3 ta petnosi bor. Udari yo'q. Yo'q, udarlari yo'q. Xo'p. Hamma yo'q ishlayapti, xudo xolasa. Aka, pulini necha pul aytyapsiz naqd pulga? Aka puli 4900 kami. 4900 aytilishi. Kami bor, xudo xolasa. Zapaska kulish dampirat bor. Gaz balonlarimiz joyida. Bermagangiz bo'ldimi aka? Yo'q, aka hali pul ko'chmadi. Hali bo'lmadi. Faqat naqd pulgami? Birar oyga bo'lsa gapiramiz, 1-2 oyga. 2 oygacha bari. Boshlanishiga necha pul berish kerak shunda? 3000, 3,5 bersa. 3000 jijib chetmay qolsa qo'yib berasiz ekanda. Qo'yib beramiz. Geni bormi? Gen chiqadi, ha. Nomer bering. 94 219 0555. Savdoingiz bersin aka. Bitta akamiz aytibdi, oqni olmang. Oqni olmang deb 2 safardan beri erikmasdan kommentariyaga yozyapti, oqni olmang. Faqat qorasidan oling deb. Akalar, e'tibor beringlar, bozorda chiqsa bitta yo ikkita qora chiqadi, bor yo'q. Bitta yo ikkita. Qanaqa qilib buni olmashimiz mumkin oqni? 1.8 navbatdagi Lacettimiz. Endi to'g'ri tushunasizlar-da, biz qorasida yura olmayman, bitta chiqadi yo ikkita chiqadi. Voy, egasi bormi? Lacetti. Bu monitor, rol, endi qo'l. Yaxshigina sarflangan ekan ham ichiga. Bitta balon zo'r holatda. Sizdan akami? Toza stikerlargacha olib qo'ygan. Bor, egasi bormi? Bor, egasi bormi Lacettida? Bugun cho'ta Lasettichilar susroqlar ham ko'rib turgan bo'lsanglar videoda. Hop, buni yili necha aka? 9, 6 mi 8 mi motor? 1.8. 2009 ishlagan. Aka, hamma yo'q ishlayaptimi? ABS, konditsioner. Metan propan.
Metan. Metan benzinda. Lyuklari bor. Avtomat mashinaga? Ha, to'g'ri. Mashina avtomat. Aka kraskasi. Kraskasi bilan yurgani qanaqa aka? Yurgani 257 mi? Kraskasi 30%. Motor, hadovoy, korobka yaxshi. Mashina o'zingizlar shekilli-a? Ha. Dehqonchilik. Nech pul aytyapsiz? 5 ming kam bor deyapti. Tirikchilikdagilar so'ramadimi o'tib bu yoqdan bu yoqdan? So'rashyapti. Necha pul so'rashib berdi? 4200 ga deyapti. Yangi berasiz. Yana chiqadi. Faqat naqd pulga. Shunaqa. Nomerni ayting aka. 99lik 722 56 54. Orqani ochib qo'ying-da. Dehqon akamiz uni avtomat monitorlarni qo'yib qo'ygan. Orqa ochiq ekan. Metan gaz ballonlari joyida. Moli taqib qo'yibsiz-a? Bu yog'ini kalamay qolaylik, dehqonchilik mahna bo'ladi. Orqani to'ldirib yuraveramiz. Charchamang aka. Holatni ko'rdinglar, yo'qsa bosaverasizlar. Navbatdagimiz oq 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Agar buni ham egasi chiqmaydigan bo'lsa tamomda. Bu Lacettida egasi bormi yo'qmi? Bilmadi aka, mashinasi kerak u akalarning. Nima qilay akalar, Lacettichilar? Suraveraymi deydi. Xo'p. Bunisi. Bu kimdan bu? Bu mol egasi bormi yo'qmi? Bor, To'roni. To'roni. Qo'ldering. To'roni egasiga o'yincha becharim. Sog'ligingiz yaxshimi? Sizdanmi? Yo'q, yo'q. 12. 12, 108 mexanika. 8, 2 tushda. Nodirbek. Yangilar naytorim. Bu monolar egalari qani? Bizdanmi? Nima bu yerda yuribsizlar? Qo'q. Assalomu alaykum. Ha? 12 bu? Yo'q, 11,5. 11 ga. Ha, turib turing. O'zingiz yo'q, ochib ketaveribsiz. Charchamayapsizmi aka? 11 ikkita 12 bor. Xo'p, 11, Ikkita detalli kraskasi bor. 108 mexanika. Yurgani kraskasi? 346 ming yurgan, ikkita detalli betida kraskasi bor. Hadovoy motorlar zo'r. Hamma yo'q ishlayapti. Ha, hamma yo'q. Shitirga qanaqa shitirga? 5 ta ozgina o'tib beraman. 5 pasda bitadi. Ha. Geni bormi? Yeni ham bor. Variant barter. Hamma yo'q bor. Kelishilgan holatda bor. 4 ming, 3 ming pul bo'lsa 2 oy, 3 oyga variant qilib beramiz. Bo'lmasa bank qilib beramiz. Keling aka, oyga ham qo'yaylik, 3 oyga bitta nomer qo'yaylik. Bo'laverami? Bu 2012 petnolari bor. 300 ming yurgan, 5,5 ming kamini qilib beramiz uni. Kraskachi. Ketmochasi bor. Petnolari bor. Ha. Keling, yonroqdan ko'rsataylik. Faralarni ham bo'lak chiqib qo'yibdi-ya, yaltirab turibdi ana akalar. Hamma yo'q ishlayapti. Faralar qo'yib qo'ygan. Ha, bez, konditsioner, Kansanelar ham gun. hamma yo'q ishlaydi. Nech pul dedik buni? Twitter, Samxor hamma yo'q bor. 2012 akalar. 5,5 ming o'tib beramiz. Twitter hamma yo'q ularni beramiz. 5500 kami bor. Endi jingillari ham joyida ekan. Qo'li hamma yo'q bo'lgan. Orqada Twitter kanalga hamma yo'q bor. Aka, shuni o'zini menga berib qo'ymaysizmi? $100 berishyapti demayapmiz. Mana o'ziga. 3 litr bilan mashina o'ziga. Twitter olsam. Yo'q, aka, unaqa qilmang. Undan mashina olgan odam maza qilib yursin-a. Shuncha aytyapman-da, $100 beraver deyman. Xo'p, hozir akalar 3 oyga bitta nomer beraman. Buncha aka? Bu 53 kami bor. Yili? 2012 412 ming yurgan. Xo'sh, 20% kraskasi bor, kaltak udari yo'q, oldi orqa pechat. Kansanelar ishlab turibdi. Metan benzin. Metan benzin. Geni bor ham mashinalar. Yeni bor. Hammasi egadan chiqadi. Nomerni bering aka. 93lik 289 88 77. Bosaveramiz akalar. Bitta, ikkita, 3 ta turibdi. 3 xil. Hamma yo'q. Xohlaganlar tanlab olaverasizlar. 2012 53 kam bor ekan. Kelishilgan holatda qilib berasiz hamma yo'q. 10-15 bosh chiqadi. Hamma yo'g'i bor. Variant, barter, islam, qisqasi hamma yo'g'i bor ekan. Kelishilgan holatda shuni urib qo'ysanglar bo'laveradi. Qo'yamiz aka. 16. Yili necha aka? 2013. 2013. Avtomat? Top toza. Avtomat mexanika. Avtomat. Tozaga berasizmi? Top tozaga. Sapachadagi ham tozaga beradi. Bitta detaldan chiqib qolsa nima qilamiz? Mashinadan bundan chiqib qolsa, Ha. pulidan o'tib berilaveradi. Sapachokandizda ham yo'q. 2013 16 yurgani 271 ming. 271 ming yurgan avtomat. Lyuklari ishlayapti. Hamma yo'q. Ko'rov balon bir xilmi? Bir xil. Bir xil. ABS konditsioner ishlayapti. Nech pul ekan pulga? Puli 63 dan o'tib beramiz deyapmiz. 6100 dan o'tib beramiz. Xo'p, 6100. Kam 6 ni pastda bitarganda Yo'q. 6000 mo'ljallayapmiz. mo'jallayapsiz. 6000 ga beramiz. Bermagan bo'ldimi? Ha, Qancha? 58 pul erishdi. 5800 beriladi. Genchkam Livodagi metoda. 3000 puli borga beramizmi?
variant qilib. Bank beradi. Bank beramiz. O'zi necha pul bilan chiqadi bank? Aka plyus 3 bilan chiqadi. Chiqadi. O'zinglar tushuntirib Yengil. qo'yasizlar ikkinchi chiqirlarini. Yengilroq. Tushuntirib Berinchi. 99lik 468 76 69. Bitta ko'rsatib qo'yay meni ishlarini. Hop. Eshitdinglar ma'lumotni, hamma yoq ishlaydi ekan. Avtomat, linoleum, polik, bar. Linoleum qilishmabdi. Holatini ko'rib borasizlar, baho berib borasizlar. Qora Lasetti so'ragan akaga, qora chiqmayapti, aka chiqib qolsa ko'rsatib ko'raman. Aka charchamanglar-a? Anasini hamsin. Bitta aka rosa so'rayapti-da, nima qilasiz oqlarni olib faqat qora qo'ying deb. Aka o'zi bozorda chiqsa 2 ta yo 3 ta qora chiqadi. Bu ham avtomat 1 yevro qora. Mana shu qorani ko'ring. Bu qilinganmi? Bizda haqiqiy Ma'lumot bering. 2012-yilda tavallud topgan. Aha. 30 kraskasi bor. Old orqasi pechat. Yurgan 450 ming. Ishlayapti, ABS, konditsioner hamma yo'q. Qana. Metan benzin. Konditsioneriga priyon quydirib qo'yish kerak, metan. Metan. Xo'p. Ishtirga necha pul? Aka, o'z 5000 kami bor deyapman. 48 dan o'tib beraman buni. Variant barter Bankka beramiz. kelishilgan holatda Ha. berasiz. Geni bor. Ha, libo dokument oladi. Nomerni bering. 99lik 468 76 69. Nima deysiz aka? Shali menga faqat oq qorasini olib bering deganlarga. Endi mijozlarni ham ko'niga qarash kerak-da endi aka. Nima qilay men aka? Mana bitta qora chiqdi hozir 10 tani ichida. Men nima qilay aka? To'g'ri. Montaj qilib qora qilib qo'yib beraman-ku. Nonlik lopatchilik qoladi aka. Ashuncha aka u faqat qorani oling, oqni olmang deyish noto'g'ri-da. To'g'ri. Shuncha aralashtirib olib ketyapman akalar. Istab Bitta aylanib bo'ldi. Sakadiska yumshoq balon 1.8 akalar ko'rib turibsizlar holatini. Qop qorasidan chiroyli holatda turibdi. Eshiklar yengil, chunki bo'lgan, polik bor, chiqol bor, mana holati. Xudo xolasa hamma yo'g'ini ishlayapti deyapti akamiz. aldin qo'ygan men bo'ldim shekilli 2012-yil 48 ga. Aka birinchi qorasi endi hali qora chiqqan yo'q. Qora yo'q o'zi bozorda. Buni yili necha aka sizdanmi? 2009 1.8 Lasetti so'raganlarga yer bilan bir xil ekan rangi. Ichki holatlar rol qo'yilgan, monitor bor. Xo'p. Qisqasi mashina tayyorlab qo'ygan ekan, start-stop, pult, mult. Mashina propan, что ли? Propan, что ли? Ha, propan, поколение, 4-поколение. Balonlari yangi ekan ama sakadiska. Aka kraskasi bormi? Kraskasi bor, 15%, 30% bor. 15% bor. Buni konditsioner, ABS deganlar ishlayapti. Abizlari bor, konditsionerga priyon urib qo'yadi buni ham. Nima shuni quyib qo'ymaysizlar, bir yo'li. Shu qilamiz deyapmiz, vaqt yetmay qolyapti. Necha puli? Puli 48 dan o'tib beramiz. 4800 kami ham bor ekan. Nomerni aytib qo'ying. 99lik 468 76 69. Charchamang a? Bosib borardik akalar biz. Bu yerda yana bitta 1.6 turibdi, oppoqdan. Stikerlargacha olib qo'yibdi. Xo'p, yili 2013. 1.6dan. Diska yumshoq balon. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Buni yuruvi kraskasi qanaqa aka? Kraskasi bitta orqa kriloda bor, 380 ming yurgan holi bor. Metan propa. Metal. Metal. O'zimni nomimda holaga hujjat oladi. Nomingizda Luk mashina mexanika. Yo'q, avtomat. 13-yil ishlab chiqargan. Lyuks konditsioner hamma yo'q ishlaydi. Lyukigacha konditsionergacha ishlaydi. Toza dehqonlar ekanda. Necha pul aka? Uni 6 da o'tib beramiz. 6 kami bor. Trisildagilar sekin so'ramadimi? Bu yoqdan o'tib, bu yoqdan o'tib. 5600 so'rashdi. Bermaymiz. 5600 pul berishdi. Bermadi. Minarmanga berasiz, Beramiz. Genka berasiz. Ha, genka beramiz. Nomerni ayting aka. 91lik 498 25 56. Gap yo'q. Sen nuqsonlar bo'shamagan ishlar. Bitta kriloda kraska bor, qolgan joyi hamma yo'q. Chotki deyapti aka. Mana zapaskalari ham bodri ekan. O'zlaridan ekan, ana yoqsa aloqaga chiqib. Bosib olsanglar bo'laveradigan xonasi bu. Zo'r aka sog'dingiz bersin-a. 1.6 2013. Endi baho berib ko'rasizlar o'zingizlar. Hop, 1.8 navbatligimiz. Hop. Bu ham o'sha Stalinoy desam, Stalinoyga ham o'xshayapti. Yili necha aka buni? Assalomu alaykum. 11 aka. 2011 1.8 mexanika. Metan propan. Metan. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. O'zingiz mingansiz. Akami. Qayerda kraskasi bor aka? Kraska biz olganimizda orqa eshik bilan Krilodi. krilo deyilgan aka.
Eshik Kiriloda. Ha. Bor edi, olganinglar. deb olganmiz. Ancha bo'ldimi? Sentabrda olganmiz. Yurish turish yaxshimi aka? Yurishi yaxshi. Başta 1 yil bo'lib qolar ekanda, salkam. ABS kondisionerlar ishlayaptimi? Ishlaydi. Ishlaydi. Kondisionerlar ishlatyapmiz. Metan. Brand rounding tashyapsiz. Hop. Aka, yurgani qancha dedingiz? 280 ming yurgan. Dehqonchilik. Necha pulga bermadingiz aka, aniqrog'i? 3,5 ga beradi. 3500 ga bermadingiz. Qo'shilsa berasiz. Gen qilib berasiz. Keyin qilib beramiz. Endi o'zlari dehqonchilikda aslida naq pulga bo'ladi. Variant bo'lmaydi, to'g'rimi aka? Ha, puli biz ham boshqa olamiz. Nomerni bering aka. 88 lik. 88 lik 028 028 88 88 78. 78 ga aloqaga chiqsanglar, akam xudo xolasa chiroyli qilib genni qilib berar ekan. Bitta eshik Kirilovda qolgan joyi toza ekan. O'zlari menga hamma yo'q ishlayotgan akalar mana. Qiziqsanglar bosa olasizlar. Qayerda mashinasi aka? Shahar Andijon. Andijon shaharida mashinasi, shaharli ekan.